Görüyotganlar to'xtaman to'xti. Şinjan Şahla Halkara Savdo Çeklik Şirketi tajdorligidagi To'xtama To'xti filmini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Mezlik birovotqini naning atirki desam, asli Shahlo Chash doktor ekanda. Bu filmni tövendeki o'rinlama alayli qo'lidi. Qutyar Xalqaro Savdo Çeklik Şirketi Qutyar yurish ichimliklari. Ma film haftada bir qism chiqdi. Chiqaverdigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab Xalqaro Savdo Çeklik Şirketi ro'yab yurishlik sog'lomlik mahsulotlari. Sog'lomligimiz eng muhim. Ro'yab hamroh har doim. Parvish Shahlo Chash doktorida. Ko'rkam chashlarni texmi asraydi. Mehrli qalblarni bir-biriga bog'lovchi Shahlo Chash doktori chash attir javhari. Hay kız bil ko'nglimni bersan, ham rost tur so'zlarimga ishon. Qilmasman hech kimni santan, bir sana ko'yib, chin dedi so'yib. Bilolmadim sababi, bilolmadim men. O'tolmadim ko'nglimni, o'tolmadim ham. Hatim ko'nglim o'tolmadim, o'tolmadim. Hadi valla bayramı kara. Balını şurada koşmak için gerek. Son toktuma. Fırın kılancalı! O toktuma diyor, tok diyorsun toktan. To'xtama To'xti filmi har shanba kuni yayınlanadi. Salon adresimiz To'xtama To'xti. To'xtama To'xti filmini eng suzuk altını ko'rmoqchi bo'lsangiz, bu ikkilik kortni skanerlab Subat Abdidalning eng yangi nusxasini tushiring. Yaqinda yaxshiringiz qanaroq? Yaxshi, o'zingiz ochib. Yaxshi. Sizni yaxshi ko'rdi deb buyurtib yedim. Meni bek tushunsiz jo. Qamallanishida sizdan kechirim so'rayman. Eshqisi yo'q. Eshqisi yo'q. Haroz. Shanxayda shirkatning yangi turi ochildi. Ha, yaxshi bo'pti-ku. Lekin o'zim bosh bo'lib tumsam bo'lmaydi. Uzoqroq turib qolishi mumkin. 5 yil yoki 10 yil. Ishlaringiz o'ngishli bo'lsin. Men bilan birga ketamsiz. Nega? Shanxayga. Qaranglar. Mening xizmatim o'sha yerda. Xizmatingizni men o'rlashtirman. Ota-onam, do'stlarim menmisizmi? Ularni tang olib ketamiz. Men qarayman. Ularga manba. Lala, men o'g'il bola. Ota-onamning oldin xabar olish mening majburiyatim. Men Ba'zi bir ishlarni ikkilimizning ko'ngliga ayon. U ishlarni qalbimizning cho'nqur qetig'i saqlab qo'ysak bo'larmikin deb o'yladim. Men bu
siz bek yaxshi juma. Kelgusida siz bilan tilda o'tadigan qaysi baxtli qizdir? To'xti bu qarorning to'g'ri ekanligini his qildi. Lekin zodi nima uchun to'g'ri ekanligini bilolmadi. Balkim muhabbatda aslida to'g'ri xato deb ayrilmaydiganda. Faqat o'ziga loyiqli qaror mavjud bo'lishi mumkin. Shuning bilan Lola Shanxay ketdi. Shunda yaxshi paranglashdik, yaxshi qo'shdik. Asad yo'q qolgan. Asad atganda singlim bilan ko'rishaman dedim-ku, ha. Shu hech ketdimki. Naq kelib keldi. Shuning bilan u qizalar Shanxay ketdi. Saqab qoldim. Shunday oldi. Ahmaq. Boy qiz olib olgan ekan, birga ketimizga kasam olmamdi. Sen unda deganing bilan men xizmatimni tashlab, ota-onamni tashlab, bu do'stlarimni tashlab ketamda. Qara, ashak bag'andagi xizmat ishlari asal hal bo'lib ketdi. Shuhrat. U ikkimizning munosabati aniq bo'lmasa, men qarg'alochilar qizlar Shanxayga borsam, To'xtamosh. Men iqtisodning ishi hal bo'lib ketsa, u turmush, munosabat, muhabbat degan narsa asta-asta o'z paydo bo'lgan narsa. Men sana desam, agar meni Tayjonning qiz yaxshi ko'rib qolgan bo'lsa, men deydim. Dadanga de. Men bu balla programmasiga bek zayak ketdim. Meni dunyoning tagiga yetkisin. Men agar olsam, kunda CCTV'ni 6 vaqtda chiqib desam, cho'lpan riyosatchi bo'lib ketdim men. Shuhrat. Men bunda o'ylab baqsam qara. Ikkimizmi bir yo'lning odami emaskanmiz-ku? Ya men deb qo'ygan gapga amaliyot qilmayman. Chaqchaq deb qo'ydim men. Chaqchaqligini qildim. To'xtagan deganim to'g'ri. Agar birisini rostila chempionini yaxshi ko'rib qolgan bo'lsang, onini oylab ketsang, uning azobi bekara cho'nqir bo'ldi. Sening bo'ldi? Hech nima bo'ldi? Sodiq, mijozing yo'qmi degan? Yo'q, sop-soq tumanda. Bu burun bunday emas-da. Burun qanday? Agar burun mushta degan bo'lsam, to'xtaman degan to'g'ri. Agar sen birasini haqiqiy yaxshi ko'rib qolib, anangga arib qilgan bo'lsang-ku, sen bak azobni kutsa, bugun nima qilsan-ku? Deydi. Unda bo'lsa, rost bugun kayfiyatdan yaxshi emas, kerak olmayman ekan. Ko'ngli yarimkan bu. Yo'q, unda emas. Dem. Elaqa, demas. Bizning bilimdan boshlig'i 6-qismini ko'rdik-a. Nima bo'pti? Shundan menga bir char qo'lni hozir jasad saqlaydigan uyga akirib. Jasad saqlash uyida seni nafratlantirish ketmaydi. Bo'ldi qilsa, tezroq ish emas bu. Bo'ldi. Men menga turay, biza ishim bordi. Ne görse? Shaxsiy ish. Yengam bilan yo'q yubordik ham. Asma mangdi. Bo'pti. Chaqchaqchimi? Qopib O chaqchaqchimi? Ishtimimi? O'xshash. Bilaman. Asha mash qilsam bo'ladi. Bilaman. Men menga turay. Maqla. Bo'ldi. O'zimizdan parang'i keldi. Haras, men bir gapni deyishni unutib qoldim. Meni idoradan bir ish ketdidek bu komandirga ko'chirdigan o'xshaydi. O'shan men ketganda bu uyga Asad salamni shu rasmsiz ishlar bor. Shuni sen bir ko'z quloq bo'lib qo'yasan. Xotirjamlar o'yinning ishlarida asirman. Qag'ashlarga men bor.
Sen özün asırab işlab qolsa, telefonlasak bo'ldi. Ey Rost. Astagfirullah. Meni azra ishim bor, abzdan Tayjonninki balasi. Katta shunda bir o'yin. Aldiraytda men menga yura ya. CCTV chiqsa CCTV. Tomyang tay, tanib yasiz. Qaqla? Ma'qul. Voy razzonlik qilmadimdash, rost aytma. O'ylab boqmasa, Tejonga qanday odam bizga ko'rishimiz deb ham ko'rishamaymiz adash. Sen kechda bolasini yaxshi o'yintib, kechda uyga olib qo'ygan vaqtida bir Tejonni yaxshi paranglashib, endi sen o'zingning bir alayliklarni deb tushuntirib, endi o'zing yaxshi bir namoyon qilib olsan adash. Keyin o'siga vaqtda o'zingga foydasi olmasmi adash. Lekin sen bu ishni yaxshi o'ylashib baq adash. Bo'ldi. Ma'qul. Kichik bola da'vatgan. Pek kichik bo'lib ketdimi qana? Nima qaraysiz? Qarabdim. Ben sana desem qara. Men bağım bugün seni bakçının işini şununla yaxşı oynatma qara. Hem oyuncularını oynatma qara. Oynap qaldı ki sen hoşmusan o? Hoş bolğan ekan keçdi uyga berip, dadanğa bugün o meni oynatqa akaş şundan yaxşı ki men bak hoş buldum. Akaş bek qabiliyet ekan, dejmi? Canama? Kichik bal degan kichik bal edi. Siz dadam qo'shilmak qilmoqchiman. Men sana paxt kemp tepre ya, paxt kemp tepre. Astıma. Voy, aga qirodingdek ostima olmam deydi ekansan. Yer qol. Bo'pti. Qancha shikirdim. Yana bog'chida o'ynayman deb. Aga, men otay sen deb uydan chiqayotgan bo'lsam, bir qitim bir o'ynab baqsang nima bo'pti, nima bo'pti? O'ynab qilib chiqdim-ku mana. Muhim rasmim bor, tashab chiqdim senda. Sen cho'yin mehmonxonada o'tiramisan? Ha, lekin bir necha kundan keyin boshqa ko'chib ketmoqchi. Ko'ch. Hey, sen baldur uyga qaytgan bo'ldi. Aga, ma'qul, nima demoqchi o'g'lim tushundim. Jira oyat o'ynaymiz, ayol. Qani o'ynaysan, o'ynaydim. Ay, aga. Ayliq senin kasay og'ris do'sting shumi emasmi? Qasaya. Ayliq qapqir do'stingchi. Yenkaldan xumma. Ha, shuga. Qani bu yerda? Masallamlashib kelamiz, jira. Kasay og'risi. Asad nasılsın? Voy, nima u Asadning songlisi degan meni ismimcha Tumaris. Ma'qul, Tumaris. İşkanlar bir yerden çıkartsa. Nima qildim? Ma jinim singlim atdigan boshlab bog'cha qilib o'ynasa deb ishimni og'irdi. Bekat o'ynab qo'ysan-chu? Başlıkman bas. Bolam. Ota. Endi ovoq bola bosmozma. Boshliqning bolasi qarayotsa. Ha? Qargan idorang bo'yicha meni bekor senkansanda. Ma gippan qamlashib qara. Bu mening bekorliqim emas, bu degan başlıqdan bana ishengini bo'lar. Shikrat. Ha? Qara. Birini o'ynasangmi o'ynatib ekansan. Ikkini o'ynasangmi o'ynatsa degina. Men sana dey qara. Bu sening nima singling? Bek mijoz bek kichik baldek keligini. Men birisiga ora qarayman, ikkisiga men qarab olaman. Singlimni oldingi kuni yordamlantirib qo'ygan odam kimdi? Ya, bu degan tasodifiylik qara. Men uni odam qutqizuvchiman. Bana azmay qara. Bu sen gunohingni yuzdan vaqt keldi. Mening bek muhim bir rasmim bor desdigan. Singlim demagan bo'lsa, hargiz berib chiqmaydim. Naqsan pishirib qoldim. İkisini qo'shib o'ynatib qarab ber. Ha? Asab bo'lsin, ha? Bo'ldi, eshitdim. Kimgim yomonlik qilgan bo'g'aydim. Ma'qul. Eras. Abi, atiga sen yo'q. To'xta. Komandir chiqmaydi dedim. Komandir qo'qa? Ha? Qancha chiqir ekan?
gapda dedi. Ish gapda. Ikki qism yo'q ekan deymiz. Ha, eshitdimi? Tumaris? Oka. Ukam qara. Akani uchun bek muhim bir ish chiqib qoldi. Sinib degan ma kasaya o'g'irsa, birga o'ynab tursin. Men ash kasaya o'rs bilan birga o'ynamdim. Oka odam qiynamag'ina. Ya qara, bu kasaya o'g'irchi unda qarmoqimda ko'ringan bilan xili yaxshi odam bu. Hoca oka o'zim o'ynayman deb aytgan. Uni bek o'chben kasaya o'g'risiga. Hey! Ya bu desanmi, dangli meni qaritib qo'yib turibdamsizlar? Ya men demagan bilan men degan bir dangli riyosatchiman. Bu odam bor yo'q demak. Davr degansizlar. Ona onunla oynamaydım oka. Qara. Sen nima o'ynagan? Abi, o'tadigan narsa o'ynayman. Ani dedim animi. Ko'ramiz qaysini qil? Oka aslında degandim. Men o'ynamag'il bek uzun bo'lib ketdi-yu, qo'rqinchliqmidi. Qara oka bek chiqadimlar o'ynaytibdi. Aka sen qo'rqmaysan-ku, undan ha? Oğlum, yürekning, mingning quvvati nada? Mana mau yerda. Kanada Jameson yurishlik mahsulotlari yurak menga sog'lomligi uchundir. Jameson yurak mingi yaşartış mahsuloti qon tomirlaridagi axlatlarni tozalashga, yurak harakatini yaxshilashga unumi ko'rinarli. Akamdan qiziq xuyo ekan desam, nima odamlar meni o'ynatib tashlab berdi-ku. Hey! Nima deganingiz o nadik odam degan? Men degan dangli riyosatchiman, men sizga deb qo'y, men bilan chiqqiningizga xo'sh bo'lsin zuldi. Dağlık riyasetçi bulam siz kim bolsanız mening nimchatqim, siz degancha mening nazarimda kasaya o'g'risi. Chimga tegib. Akingizdan yuzini qilmagan bo'lsa, men sizga deb qo'y. Qanday qilatdingiz? Nima aytdingiz? Dapiqa. Tanga. Qanday qilatdingiz? Atamning yuzi qilmagan bo'lsangiz? Apa, dada so'qishmanglar. Balam sen o'tirib tur, men apaga gap qilyapman. Voy, jim turing, bolam olma gapni deyish olayman, ha? Tanga. Ya, erlik majburiyatingizni o'tmaysiz, bir dodi turib qarab bermayman. Mishda o'tmaysiz, ya bir piyon yedim, ya olmaysiz. Voy, sizcha bir atgan bir tamoqingizni qaysi birisi o'xshab baqdi. Menicha otadam ashtab baqqan. Mencha ashta og'izliq baqqan narsa tomoq etamayman qanda. Esitma, sizni og'irim qilib pushayapman. U yerda desam, xotinni vaqo qara. Xotin? Voy, kim sizni xotiningiz-ga? Voy, kim sizni otdi xotinliqqa? Kim sizga tegdi-ga? Bo'ldi, biz ishimiz talashmayli. Yaqinlar. Bola qani? Qani? Qani ketgandu? Astagfirullah. Voy, nimda siz yuguraysiz-ku? Men mana o'ynayman. Kasaya o'g'risi. O'ynaydik-a. Qimmat degaysizlar bo'ldi. Qara ukam. Bu narsa cho'pak xatarlik. Buni o'ynamayli, ha? Pul yo'qmi? Pulim bor, qara. Ma xatarlik. Biz an o'ynaylik. Qana? Yo'qmi? Yam. Men degan danglik riyosatchi tursam, bu qanday pul olmaydi? Shu bugun pul samabdim men. Endi kartadan tushlansak bo'lmaydi. Kartamni unutqatma uyda. Endi shu beshinsak bo'lmaydi. Bu kichik bola hozir nimda hammani biladi. Mushuni o'ynalsa? Ma'qul. Hemen beshin to'lay, ha? Men bilet tekile. Ma'qul. Jirafka.
Oy, canım. Hoş buldunuz mu? Hoş buldum. Yani oynandık, oynandık. Oynayalım. Ko'ngillikniki, emasniki? Ko'ngillikki. Oy, sizga qilmaysiz yo'q? Hoş buldunuz mu? Ha. Oynayın bo'lsiz. Voy, kichik bola qarash baktasga. Shunda ko'ngillik o'yindiq afkama. Endi oynandik. Oynaylik. Hey, ana oynaylik joni. Atraf qismet payzi. Utunib qolay, birdan damini olib, apaqqa birdan dam olaylik. Birdamdek oynaylik ha. Ha, mayli yapsın. Mak, mayli. Siz şarkı kichikka birdan qarab turmay berkila ya. Mak. Ben berkila ya, afkam hazırlab kelma. Kim ota ya? Ha, ma'qul. Yapala ya? Da. Kichik asa yog'irsiz sizga o'xshamdika? Sizga sovuq qilay. Endi xo'sh bo'lgansiz. Shak kichikchu? Shak kichik ba. Voy, bayam ish batdi. Voy, men sizga qarab qo'yam deb ketgandim. Ana ketgandim. Matbuot tarafga bir baqay. Hamma o'tirib boray-ya. Ben matbuot tarafga ketdim. Şakçık, sen nerede? Skam! Topladınız mı? Siz toplamadınız mı? Ben bu şunu taptım. Ben ketgandim. Uni kim olib qochganda endi qanday qiladi? Hammani qilasiz. To'p o'ynab bo'ldi-na, unaqa yaxshiroq qilgan bo'lsangiz bizda bo'lmaydi. Bizda ishlarni hammamiz uchun mas'uliyatsizlikdan kelib chiqadi. Endi qanday qilamiz? Sağ ma'lum qilamdik ya. Hech telishib ketmayman. Qanday qilamiz? Shak-kichikdan ketganda. Yig'lama, cho'p cho'ntiribmi yig'lamsan? Şak çıkıştı gitti. Endi men shak-kichik bular. Ama ne var ya? Bingorag'da. Ne ko'rdi? Bingorag'da. En son balını ekip bir çıkaya. Hoş. Mana. Shu turibdi, faqat o'zgartmabsiz. Ma'larni mana bundaq o'zgartib, kechgacha menga. Bo'ldi. Dada. Voy. Aslında sizce kavarıp gitti. Yok, qisqiq.
Yaxshi o'yindingmi? Yaxshi o'yindim. Rahmat ukam. Yo'q, hech qisi yo'q. Buni balla bayramidami, bir yerga chiqqanmidim. Endi siz idarani cho'ng ishlari bilan aldirashib olgan ekan, to'g'ri tushunimiz degan. Ishlaring bos izda ukam, ha? Tejonga qanday odam bizga ko'rishimizda ham ko'rishamaymiz adash. Keyin o'sha qaqlar o'zingga foyda olmasmi adash? Sizga deydigan bir gapim bor. Vaqtingiz aldirash bo'lsa-mu, vaqt ichidan vaqt chiqarib, balansga ko'proq hamroh bo'lib qo'ysangiz, balans haqiqatan bak umoq bola ekan. Bugün bir kun kichik bolalar bilan birga yurib, boshqacha bir xil tuyg'u bo'lib qoldi. Amaliyotda kichik bolalar unchalar qo'rqinchli emas ekan. Kichik bolalarningki men o'ylab baxmagan umoq taraflari bor ekan. Buni men o'zim his qilmabdi ekanman. Bugün men kichik bolalarga bir xil Hey! Ben qaysanın ben sen ama? Ha? Yana bana qarsağımın var. Ben bugün çok küçük balaga resmi ösüp gittim ben. Ha? Hey! Ben demiş ki ben gap kısandan benim avazım uçundan tez çıkıyor. Ha? Ben bu ak yakın yaptığımızdan buldum ben. Ha? Ben bana küçük balaga ben ösüp gittim ben. Yana olsun. İnek gibi koyduğun balalar. Çıktınız mı? Ne? Tapşırıp verdiniz mi? Ha. Ha buptu. Balonuzla oynattım da bir nasıl tamak koygansız Akcan. Unda qilmadim men. Ay, yolg'on gap qilma. Cho'qim qildingiz. Nima Voy, tamak rost unda qilmadim. Rost qilmadingiz. Ha? Rost? Voy, rost unda qilmadim. Rost qilmadingiz. Ha, bo'pti. Mush qilganingiz uchun men sizni mehmon qilay. Lekin pulni siz to'laysiz. Ila, kassaga o'girsizning. Chiroq. Bugun qil ko'ngillik o'yindiq, ha? Ha, rost. Bugun bir parcha rasm tushmabdi-ku. Rasm tushamiq? Tushaylik. Hocam, meni yuzim bek yo'g'on chiqib qolgan siz tating, ha? Men bir qar chiqib qolaman men. Hech nima bo'lmaydi. Qozonning bosishim shu chiqdi. Men undidar da'vat beraman. Ha, ma'qul. Ko'ra boqay, ha? Qandayroq chiqdim. Nima qarayapsiz? Bu yazganazdan faqat qamlashmabdi. Faqat qiziq yeri chiqmabdi adash. Voy, bo'ldi yana qancha qiziq yer chiqsa bo'ldi. Ya adash, mashqni ko'rishga cho'qim bir qiziq yer chiqmas bo'lmaydi. Voy, qara, biz degan hikoya film, yumor film emas. Ya adash, hikoya film degan gapni ben chiqib ketdim hozir. Hikoya film degani bilamiz emas. Miyada cho'qim qiziq chiqmas bo'lmaydi hozir. Haqni talabi shu hozir. Haq qanday talab chiqsin? Yumor film tartganlar nurg'un odamlar bor. Shu kim ko'rsin. Biz hikoya film bo'lgan ekan, hikoya yumor uchun xizmat bo'lmaydi. Ya unda desam bo'lmaydi qara. Hozir ko'pchilikning miyaga qo'yayotgan talabi shu. Har nega qarasang shunda otadi adash. Bo'ldi, meni Biz cho'qim miyada komediyalar qilamiz. Yinik komediya bizning degan bo'ldimi shu? O ada yenik ig'rini masalasi emas, hozir yenik desammi? Men o'zaki ching turman. Men ssenariyni olishim kerak. Ya adash, rejissor oxirgi narsa chiqirdi. Ha? Yo'q, Odam miyada rejissorning gapi gap bo'lsin adash, nima qilsa? Bo'ldi, talashmaydi. Biz har qitma ishda qilsan kelsan. Ey, nima qildi? Kimga mukofot chiqsa uning gapiga sol. Acha. Ha. Men degandek bo'lsin. Siley. Ha. Ne qiladi? Achchiq yemaydi. Bular. Ya chiqdi. Yine çıktı. Hey. Sizlar bu Qutyarninki mukofot chiqishini kutib yurishganini uqmamsizlar? Bunaqa qilcha, bundoq o'yinsaman bunda. To'xtini deganim to'g'ri, ey. Agar birisi rost yosh ko'p qolgan bo'lsa, uni oylik ketsa, uni azob bekor cho'qirildi. Lekin acha haqiqiy birisini yaxshi ko'rib qolgan vaqtida, ananiki og'rib ketgan vaqtida sen buning haqiqiy mohiyatini tushunding. Nima qilsang bu?
nima qilsam bu? Birasini rost yaxshi ko'rib qolgan bo'lsam, ananiki og'irlab ketsam, u cho'q. Birasini rost yaxshi ko'rib qolib, ananiki og'irlab ketib qolsam bu, ananiki pichapa. Sen bayatı VR oyundun mu? Onu kalk çağırı pikak oynattı evine. Oyundun mu? Pikak oynattı. Oyundun mu? Oyundun mu? Oyundun mu? Bikak oyundun mu? Oyundun mu? Ne mi sözleysem sen? Taxtı qo'yishni unutqanmanglar. Filmimizning oldin qismlarining yuqori aniq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Subat FM aptitali aynak ekrani to'lim tori karvan torini ko'rsangiz bo'ldi. Hem tüyendeki torbat ve salonlarga rahmet etimiz. Uygur televizyon salonu, müzikatla salonu, eğlenme salonu, bahçıvan salonu, halkım 3 salonu, torza salonu, menşema salonu. Bundan başqa yana yumurjan saloni, saxovatchi saloni, qushlan saloni, romantik saloni, kulki to'ri saloni, shirza saloni va nur to'riqmi rahmat aytamiz. Hamda izchil turda bizning filmimizni tarqatib kelayotgan biz xabarsiz qolgan har qaysi torbat salonlarga rahmatimizni bildiramiz. Filmimizde arkadaş torbat ve salonlarınki öz aldığı tartışığa ruhsat kılmaz.